Bugungi kunda mamlakatimizda har tomonlama barkamol avlod tarbiyasiga yuksak e'tibor qaratilib, ko'plab ezgu ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi va O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi hamkorligida poytaxtimizdagi O'zbekiston kasaba uyushmalari saroyida o'tkazilgan tadbir bolajonlarga o'zgacha kayfiyat bag'ishladi. Mazkur tantanalar tadbirga Toshkent shahridagi 22 va 30 sonli mehribonlik uylari hamda SOS O'zbekiston bolalar mahallalari uyushmasi tarbiyalanayotgan bolajonlar, Sirdaryo, Toshkent shahri va viloyatidagi oilaviy uylar o'g'il-qizlardan iborat 500 nafar o'g'il-qiz taklif etildi. Bolajonlar Milliy gvardiya harbiy orkestri va milliy musiqa jamoalari ijrosidagi kuylar sadosi ostida bayramona kutib olindi. Shundan so'ng bolajonlar uchun Qaldirg'och bolalar san'at markazi o'quvchilari ishtirokida Alisher Navoiyning Lisoni Tayr, ya'ni qush tili dostoni asosida maxsus sahnalashtirilgan Simurg haqida afsona nomli musiqali spektakl namoyish etildi. Mazkur spektakl orqali ezgulikning yovuzlik ustidan doimo g'alaba qozonish tarannum etildi. Spektakl bolajonlarda unutilmas taassurotlar qoldirdi. Tomoshadan so'ng bolajonlar Milliy gvardiya jamoat xavfsizligi universitetida bo'ldilar. Yosh avlod vakillari universitet bo'ylab tashkil etilgan sayohat davomida harbiy orkestr, faxriy qorovul bo'linmasining saf chiqishlari va qo'l jangi usullarini tomosha qilishdi. Shuningdek, harbiy texnikalar va qurol-aslahalar ko'rgazmasi ham namoyish etildi. Shundan so'ng ular bayram dasturxoniga taklif etildi. Biz Sirdaryo viloyati Guliston shahridan keldik va biz bu yerda mazza qilib, miriqib teatrni tomosha qildik. Navoiy bobomizning Qush tili asarini qo'yib berishdi. Yovuzlik ustidan yaxshilik g'alaba qozondi. Bu bizga bayramga zo'r sovg'a bo'ldi. Bundan tashqari bolajonlar universitet muzeyi va kutubxonasida bo'lib, o'zlari uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Bularning barchasi bolajonlarda katta taassurot qoldirdi.